Ularning bir tomoni bor edi, bizga juda qulay keladigan, biz uchun foydali bo'ladigan. Ularning aqli rivojlanmay qolgan edi, hattoki o'sha gibrid zombilarning ham. Faqatgina kuchlari paydo bo'lgan, aqllarini esa balki zombi virus yeb qo'ygandir. Shunday qilib, biz bu yerda istehkomda turli xil narsalar bo'yicha, ya'ni texnologiyalar bo'yicha ham bosh qotirardik. Bu yerda bir guruh olimlar guruhi ham bor edi. Ular zombilarning turlarini, ko'rinishlarini, holatlarini, kuchlarini o'rganardi va shunga qarshi tura oladigan qurollar ishlab chiqishga harakat qilishardi. Oradan bir qancha vaqtlar o'tdi. Bizga lekin gibrid zombilar haligacha biz gibrid zombilarni uchratmagan edik. Balki ular hali paydo bo'lib ulgurishmagandir. Ya'niki hali boshida aytganimdek milliondan, milliarddan bittada shunaqa gibrid zombilar paydo bo'lib qolishardi va u gibrid zombilarga ham hayvon zombilar hujum qilib turishardi va balki hayvon zombilar hujumidan ba'zilari halok bo'lishayotgandir, paydo bo'lganlari ham. Xullas, bizning foydamizga bizga hali gibrid zombilar hujum qilganlari yo'q edi. Faqatgina hayvon zombilar hujum qilib turishardi. Hayvon zombilar ham tobora takomillashib borishayotgan edi. Ular turli ko'rinishlarda bo'lib borishayotgan edi. Hattoki ba'zilari uchadigan turlari ham paydo bo'la boshlagandan keyin bizga yanada mukammalroq himoya tizimi kerak bo'la boshladi. Endi bizga faqatgina qurollar kamlik qila boshlagan edi. Chunki hayvon zombilar ham takomillashib bormoqda edilar. Oddiy zombilar, biz zombilarni turlariga ajratgan edik. Eng o'sha zaif zombilar, ularga qizil toshmalilar va tentak zombilar kirardi va o'rtachalar, ularga hayvon zombilar kirardi va yuqori daraja, ularga gibrid zombilar kirardi. Biz ulardan berkinish usullarini qidira boshladik va sferasimon qobiq o'ylab topdik. Biz unga katta tok bilan bizni himoya qilish tizimini o'rnatdik. U sferasimon qobiq shunday ediki, bizni sfera bo'lib o'rab olib himoya qilardi. Ya'niki biz